Gano shifoga kelishimda meni taklif qilgan Xalmurzayeva Jibek bo'ldi ustozim. Men 2001-yili aprel oyida o'zimdagi 3ta bel o'mirtqamda grijam, o't tufagimda toshlarim va 4-daraja semizlikdan kelib shifo topdim. 4 yil mobaynida o'zimdagi bukul kasalliklarimdan batafsil qutuldim va hozirgi kunda 100% sog'lomman. 150 kilo edim. Men oyog'im og'riydi deb gormon olaverib ishib ketdim-da, vaznim ham kattalashib ketdi. 150 kiloga chiqdim. Keyin mana shu Gano mahsulotlarini ishib yurib, hozir 113 kilo, 37 kiloga ozdim. Hozir 100% sog'lomman. Gano mahsulotlari zo'r. Buni har kim ham totib ko'rishini juda ham xohlardim. Qayerda kelgansiz? Men Aboy qishlog'idan Bo'stonliq rayonida turaman, o'sha yerdan kelganman. O'zi qozoq millatiga Qozoq millatiga mansubman. Qozoqchasiga bir so'ylasangiz. Qozoqchasini so'ylaganda bizning Aboy avuli 100% bo'lmasa ham 80% qozoqlardan turadi. Hozir men sol avulga 70% уже iste'mol qildiraman avuldoslarga. Sodan meni hozir yaqinda 2 marta Malayziya promotion o'tib oldim, borib keldim. Endi Xudo xolasa mana hozir Xitoy promotion o'tib olib arafasindaman. Hurmatli iste'molchilar, hurmatli Gano Team oilam, hammamizga ma'lumki, aprel oyidan korporatsiya barcha iste'molchilar va barcha hamkorlarga yangi aksiya e'lon qilingan. Ya'ni yuqori darajaga chiqqan iste'molchilarimiz va ustozlarga Sanya sammitiga va undan tashqari Penang oroliga aksiya e'lon qilingan. Eng asosiy sizlar uchun, yangi iste'molchilar uchun, yangi hamkorlar uchun alohida aksiya e'lon qilingan. Ya'ni 4 oy davomida o'zingiz iste'molchi bo'lib va berilgan shartlarni ofisimizga va tanishib chiqqaningiz holatda aksiyani shartlarini bajarsangiz, siz ham biz bilan Penang oroliga va eng gala uzunga ishtirok qilishga imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shoshiling, haligacha vaqt bor. 3 oy davomida biz sizni zo'r sayohatlarga va korporatsiya zavodni o'z ko'zingiz bilan ko'rib va barcha mahsulotimizni tayyor qilish jarayonini ko'rishga ega bo'lasizlar. Biz sizni kutamiz. 3 oylik aksiya siz uchun haligacha davom etmoqda. Uni Xudo xolasa buni ham o'tib olamiz. U yerda shogirdlarimiz rosa ko'p, 70% aholi hozir iste'mol qiladi mana shu mahsulotlardan, tabiiy mahsulotlardan. Meni bitta shogirdim o'zi yurolmas edi, polartrit edi, yaxshi bemalol o'zicha yurolmaydi, tayoqda yurardi. O'sha o'zi namozxon yigit edi, yoshgina yigit. O'zi 5 vaqt namozni qanday qilmaydigan. Bizning mahallamizda 3 ta masjid bor. O'sha 3 ta masjidda bir paytda unisi to'g'ri kelsa unisiga, bunisi to'g'ri kelsa bunisiga masjidga qatnaydigan bo'lgan. Xullas, mana shu mahsulotlarni ichib haligi shogirdim 4 oyda o'zi natijaga chiqdi. Keyin masjidga borib bemalol o'zi o'tirib namoz o'qiydigan bo'ldi. Oldin stolda o'tirib o'qiydigan ekanda. Keyin haligi masjiddagilarni hammasini olib kelib, o'sha shogirdim Ganoga a'zo bo'lganiga 3 oy bo'lib, 3 oyning ichida Malayziya promotionni yutib oldi va 20% menejer bo'ldi. Buni rosa ham imkoniyatlari katta. Hammani Gano shifoga taklif qilaman. Buni imkoniyatlari rosa ham katta. Yo'q, u masjidga borganda imomi bormi, haligi masjidga qatnaydiganlar domlasi hammasi ko'rikdan o'tdi-da, olib keldik. Ko'rikdan o'tib, endi u yerda odamlar ko'p kasal, bel og'riydigan, oyoq og'riydigan hammasi keldi. Shuning uchun bizlar hozir qishlog'imizda 70% ga chiqdi bu mahsulotni iste'mol qiluvchilar. Iste'molchilarimiz ancha ko'paytirdik. Natijalarimiz bizga qo'l keldi-da. Natijalarimiz rosa ham zo'r. O'sha bel og'riq, oyoq og'riqlarini hammasini olib keldik Gano shifoga. Birinchi sog'lom bo'lish. O'zim, keyin oilamdagilar, bolalarim kashasini ko'proq ichamiz. Choy bilan. Kofe bor. Lekin Ganoniki butun umr sog'lom bo'lish, sog'lomlashtirish bolalarim uchun ham, yaqinlarim, ota-onam uchun, aka-ukam. Men ustozim
Zilolaxonim Ramazonova hamda qo'shnimiz Shohistaxon Mahmudova ustozimlarning tavsiyasi bilan Gano faoliyatiga kirib keldim. Ulardagi natijalarni ko'rib, o'zimda kechayotgan Coviddan keyingi og'riqlar, bo'g'im og'riqlari, bosh og'riqlaridan keyin shu mahsulotlarni ichishga qaror qildim. Mahsulot ichganimga 4-5 yil bo'ldi, lekin astoydil harakat qilayotganimga mana 2 yil bo'ldi. 2 yil ichida o'z yaqinlarimga tavsiya qilish natijasida kattagina yaxshi komandaga ega bo'ldim va hamda Malayziya promosheni g'olibiga aylandim. Yaqinda mana aprel oyida Malayziyaga mutlaqo tekinga borib dam olib kelishga muyassar bo'ldim. Taassurotlarim endi buni so'z bilan aytish qiyin. Haqiqatda mo'jiza. 3 ta orolda bo'ldik, 3 ta mehmonxonada bo'ldik. Juda ham chiroyli, ajoyib taassurotlar bilan qaytdik. Haqiqatda mazza qilib dam olib keldik. Ya'ni ustozlarim hamda shogirdlar bilan birgalikda umuman boshqacha bo'ldi. Mana hozirgi kunda yana promotion qo'yildi. Men bu promotionda nafaqat o'zim, yana shogirdlarim bilan birgalikda yutishga harakatni boshladik. Inshaalloh 2 ta shogirdim bilan birgalikda Malayziya promotionini yutishga bel bog'ladik. Malayziya promotioni 1-apreldan 31-iyulgacha qo'yilgan. Bu 4 oy mobaynida biz shogirdim bilan birgalikda 1-oy shartlarini bajardik. Xudo xohlasa bu yog'ini ham bajarishga tayyormiz. Aytgancha, aksiyaning muddati 31-iyulgacha. Shoshiling, biz sizni kutib olamiz.